Nima uchun juftliklar vaqt o'tishi bilan jinsiy aloqani istamay qoladi? Salom, Soft Product kanalida ochiqchasiga gaplashamiz. Vaqt o'tishi bilan xohish so'nishi tabiiy jarayonmi? Ha, bu ko'p jihatdan tabiiy jarayon, ammo tabiiy degani o'zgartirib bo'lmaydi degani emas. Keling, avval nima bo'lishini tushunib olamiz. Yangi munosabat davrida miyamiz kuchli dopamin ishlab chiqaradi. Bu kimyoviy moddalar esa muhabbat sehrini yaratadi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, bunday dopaminning sehri 18 oydan 3 yilgacha davom etar ekan. Shundan so'ng miya bu stimulyatsiyaga odatlanadi hamda zerikishni boshlaydi. Shundan so'ng gormon darajasi pasaya boshlaydi. Olimlarning ta'kidlashicha, juftliklarning 75%da birinchi 3 yildan so'ng jismoniy chastotasi kamayib borar ekan. Xo'sh, necha yoshdan bu o'zgarishlar boshlanadi? Fiziologik tomonlama ko'rib chiqamiz. Erkaklar 30 yoshdan boshlab yiliga 1% dan testosteron darajasi kamayib borar ekan. 40-50 yoshga kelib erkakda andropauza, ya'ni erkaklarning klimaksi boshlanar ekan. Libido, ya'ni jismoniy istak sezilarli darajada tushib ketadi. Ayollar 40-50 yoshga kelib menopauza davriga yaqinlashib boradi. Shu bilan birga estrogen va progesteron darajasi tushib boradi. Bu esa vaginal quruqlik, libidoni pasayishi hamda jismoniy noqulayliklarga olib keladi. Endi psixologik jihatdan ko'rib chiqsak, 25-35 yoshdagi erkak va ayollarda stress holatiga bolalar tarbiyasi, ishxonadagi muammolar, moliyaviy muammolar barchasi libidoni kamayib borishiga, ya'ni darajasi tushib ketishiga olib keladi. 35-45 o'rta yoshlar inqiroz davri. Bu yoshda hayotning ta'mini yangitdan sezish boshlanadi. Bu yosh munosabatlarning qayta baholashi bilan birga keladi. 45 dan oshgan insonlar bo'sh uy sindromini his qiladi. Bu sindrom o'z navbatida jismoniy yaqinlikdan uzoqlashtiradi. Muhim bir ilmiy tadqiqotga e'tibor qarataylik. 60-70 yoshga chiqqan insonlarda ham libido saqlanib qoladi. Bu albatta oiladagi muloqotga bog'liq. Agar his-tuyg'ular saqlanib qolgan bo'lsa, muloqot yaxshi bo'lsa, o'zaro hurmat bo'lsa, 60-70 yoshdagi insonlar hali ham ko'p narsa qila oladi. Demak, yosh bu faqat bir omil xolos. Sevgi yosh tanlamaydi. Jismoniy yaqinlik ham. Siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Soft bilan salomat bo'ling.